Alhamdulillah va salatu va salamu ala rasulillah. Biz sizin bilan 434 oyatda Fatir surasini o'qiymiz. Qo'y bir mushaflarda endi yozilgan malaika, farishtalar surasi debdi. Bu sura endi Makka surasi mahatli bo'lgan shusha Saba surasidan boshlab unda boshlana shu Makkada chiqqan suralar Sabadan boshlab Muhammad degan sallallohu alayhi vasallam suraga xatli bunda gil Makka suralarigina borab. Bunda endi Alloh taolo boshlaydi Bismillahirrohmanirrohim deb. Alloh taolaning ismi bilan Rahmanli ham Rohimli bo'lgan. Alhamdulillah deb bu boshlana suralar anday suralar aytgan endi u 5 sura deb bilan ham aning ma'nosi barcha maqtov butunisida bir Alloh taolaning o'zinagina xos. Ya'ni kishini da shulay maqtarga mumkin, hamd aytirga mumkin. Kishiga lekin kishi anga hamd shekli bo'ladi. Nishon deganda chunki kishini bir yoqlab maqtasang, aning baribirda bor boshqa kimchiliklarda bo'ladi. Alloh taolo barcha yoqlab komil, aning barcha sifatlari komil. Shunga ko'ra barcha maqtov butun yoqlabda bo'lgan maqtov bir Alloh taolaning o'zinagina xos. Fatir degan so'z bizning surada Fatir deb ataladi. Da bo'lsa borliqqa keltiruv degan bir ma'nosi aning. Shulay aning bor otteniklari o'zina ko'ra, da bo'lsa yo'qdan bor qilib yoki borliqqa keltiruv menga xatli bo'lmagan misolda borliqqa keltiruv ham shulay yorib narsanidir yorib borliqqa keltiruv. Masalan, foturun deb ataladi. Qo'shan bizning narsa gumba masalan yorib chiqa yoki diyoning tishi yorib chiqa masalan aytdik, onqovni yorib chiqa. O'sa Infitor surasi var bizning yorg'alanuv. Samawat ko'klar val ard ham yerni jag'il qiluvchi, nechuk biz o'shaqishdan aytalar. Bilar alhamdulillahillazi ja'alana minal muslimin qalda bizni musulmonlardan da qiluvchi birinchi harfdan so'ng endi alif kela o'zina ko'ra действующий лицоga ko'rsata. Fa'il al malaika farishtalar birlik sonda endi malak kimlardir aytdilar uluka degan so'zdan olingan jibarilmish bo'lgan farishtalar deb. Rusul как раз shu rasul so'zi elchi qaysidan jibarganlar. Uli iya. Ajniha shu qanotlar degan so'z birlik sonda endi janah. Masna ikshar. Aytgan ikshar. Bizning ko'rshi bittada bo'lgan emasna iksharlab bosamiz deb. Va sulas ham shulay ishar va ham ruba' 4shar. Yazid endi orttirab zidni ustamiga degan bar robbi zidni ilma fi xalq tvareniyada ma narsani yasha narsani tili. Inshaalloh shundan angan bizning mashalloh. Inna natizna inda Alloh taala ala kulliyat degan so'zdan angan bar narsaga har sanada har bir sanada shay'in narsa bitin. Shay deb ataladi arab tilida. Agarda bir tonda aytib bo'lar ekan, shay deb ataladi. Bormi, yo'qmi? Agarda aning tonda silab bo'lar ekan, bizdan любой ayber, zo'rmi, balakaymi, shay deb ataladi. Qodir kishidan kela. Ya'ni men buldira oluvchi. Ham Alloh taolaga maqtov, Alloh taolaga barcha maqtov, Alloh taolaga narsa uchun endi chunki Fatir, chunki borliqqa keltirgan shusi alamni, butun dunyoni, butun narsani yo'qdan bor keltirgan, menga xatli bo'lmagan misolda borliqqa keltirgan, yorib bo'lmovni yo'qni borib yorib borliqqa keltirgan Ibn Abbas aytaydi, men deb bilmaganim Xibrul umma aytindi. Shusha ummatning g'olimi o'zina ko'ra aytdi. Xibr deb atadi, yahud olimini aytindi. Lekin aytadi, men deb Fatir degan so'zni bilmaydim deydi, anglamaydim deydi. Hatto ikki badaviy, ikki cho'l kishisi kelib mening qirda bahaslashdilar deydi. Sudya o'rnida, qozi o'rnida menga bahaslashdilar. Ham birsi aytdi narsa ni turda, quyi turda. Ya'ni birsi aytadi quyi meniki, birsi aytadi quyi meniki deb
Ham birisi aytdi narsa deb, ana fatartuha. Men ani borliqqa keltirdim bit. Men ani qozidim. Men ani yorib borliqqa keltirdim. Shuna ko'ra u Alloh taolo alhamdulillah xoliq Alloh taolaga barcha maqtov qaysi borliqqa keltirgan ham narsa yorib borliqqa keltirgan, orttirgan o'zidan ko'ra aytik. Orta любой ayber ol borliqqa kelgandan so'ng ol orta bitini bilamiz. Samovat ko'klarni borliqqa keltiruvchi ham shulay yerni da, ham shulay Alloh subhanahu va taolo ol borliqqa keltiruvchida ham qiluvchi shu farishtalarni, ol farishtalarni boshda borliqqa keltirgan, ondan so'ng shu farishtalarni qilgan rasullar, elchilar ittirib kishilar ham Alloh taolo orasida ular elchi bo'lib turalar, endi ular iyalar. Buni ko'plik son deb bilaman Alloh qanotli etgan ham bilamiz. Nindigina sivilizatsiyani olsak da, nindigina kulturni olsak da, butunisida farishtalarni, ya'ni farishtalarga birinchidan shanalar aytik. Ol hatto Nuh payg'ambar xalqida bitinda ang'ashangan har vaqtda da nini olsak da, ular butun farishtalarga shanalar ham farishtalarni qanotli ittirib ular rasmlarda da yozsalar ham qanotli deb bilalardi. Ham Alloh taolo aytaydi, ularning qanotlari ol ikkishar var, qaybirlarniki 3'er, qaybirlarniki 4'er. Ham bunday ko'pchiliklar aytdi, ya'ni bir farishtaning 2 qanoti bor, bir farishtaniki 3 qanoti bor, bir farishtaniki 4. Bu endi narsa ko'rsatadi Alloh taolaning bor narsaga qudrat egasi ekanini. Mana biz masalan hali 2 ni ko'z oldiga keltirgan mumkin, hali inchikda bo'lsa 4 ni da ko'z oldiga keltirgan mumkin, lekin 3 ni nechik ko'z oldiga keltirasan? Bek og'ir shu ekan. Lekin Alloh taolo bor narsaga qudratli deymiz. Baliqning da masalan Alloh olimda 2 yoqdan plavniga bo'lsa endi o'ziga ko'z oldiga keltirib kerakda to'g'ri ekan. Quyrog'ida da bor deydi. Kimlardir bunga qo'yibirlar aytdilar, ikkishar degan so'z ol, ya'ni aning bir yoqlab 2 qanoti bor, bir yoqlab 2 qanoti bor. Sulas degan so'z ol, bir yoqlab 3 qanoti bo'lsa, bir yoqlab 3 qanoti deb aytishlar bo'ldi. Alloh olim. Qancha durustligi bo'yicha. Shulay biz bilamiz, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadi, men o'sha Jibril farishtani 2 topqir 2 martaba o'z suratida ko'rdim. Ham aning 600 qanoti bor edi. 600 qanot. Qo'yibirlardagilar har bir qanoti ufoqni qoplarlik. Bu 600 qanotni qaysi yerga qo'yib o'tirasan aytgan. Biz ko'z oldinada bunday narsani keltira olmaymiz. Lekin Alloh taolo ol bor narsaga da qudratli hamna ustidi. Usti o'sha tvareniyalarda narsani tilik. Ya'ni kimga ko'proq, kimga azroq Alloh taolo ol usti ko'proq ittirib borliqqa keltira, qaysida azroq ittirib borliqqa keltira. Chunki Alloh taolaning bor, Alloh taolagina butun narsaga da qudratli, bor narsani da buldiruvchi. Ma degani ol narsa aytik, Alloh xonim yaftah, Fatiha, Fatih, oshuvchi bitinda olfi. Yaftah osha. Yaftah osha Alloh taolo linnas kishilar uchun Nas surasida bor endi. Men degan endi ol 30 yoki nindigina bo'lsin ayting, nindigina rahmatni bo'lsin yoki shu rahmatning bir ulushun 30. Fa ham shuning natijasida narsa endi la endi ol inkor etuvchi biz aytamiz la ilaha illalloh mumsik masaka ol tutib turish endi. Tutib qoluvchi, tutqarlab qoluvchi amsaktu deb aytasan narsadir. Men seni elektrdan tutdim. Hatta ishqotuda imsak deb ataladi arablarda. Laha anga. Bunday ha aning tunda so'z bor, narsa tunda rahmat. Rahmat endi женского рода bo'lg'ach, o'sha unda da xotin qiz zotinda kelgan. Va hamma narsani yumsik narsani Alloh taolo tutqarlab qolar. Imsak bunda da kelgan. Fa shuning natijasida narsa fa la inkaritu mursila jibarusha sen irsal chik biz aytganik rasul lahu ana min ba'dihi ondan so'ng va huwa ham ul Alloh taolo al-aziz endi u narsa shulay aytamiz kuchli qudratli taga anga qarshi bir kimda bora olmay ham aning hukmi o'tuvchi hakim shul vaqtda Alloh taolo hikmatli yoki hukm qilishi. Bunday bu kimlardir bu surani hatto aytlar nasabda o'zina ko'ra bu bora Robbil alamin deganni o'rnatib, to есть kim u Alloh taolo, kim u alamlarning Robbisi Alloh taolo nafsi
Allohga ishonamiz degan kishilarga, biz bismillohni aytamiz degan kishilarga Alloh taolo o'zi bilan tanishtiradi. Bizda tatarlarga qachon sen сөйлисең, вагазлыйсың, shunday ma'lumotlar ol sizlarga kerak. Undayda Alloh taolo aytadi, Alloh taolo narsani ochsa kishilarga, nindigina rahmatindan, Alloh taolaning rahmatlari ko'p endi, onu o'zi bir kimda tutqarlab qala olmay. Ya'ni Alloh taolo sen atili ekan, nindidir, masalan biz endi maddiy turmush bilan maddiylikning keluvin, bu aybirni bir kimda tutqarlab qala olmay. Bir nindi nashastvada kimgina bo'lmasin, Alloh taolo sen atiladi ekan, nindidir kirim kiruvin, u senga kelashak hech cheksiz. Bunda bütün kishilarning ham bütün jinlarning bu Alloh taolaning taqdirine qarshi boru ul foydasiz degan Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shu Ibn Abbasning hadisinde. Hatta Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ana aytaydi, o'sha namozlardan so'ng aytaydi, ham ruku holatida da aytaydi, la mani'a lima a'tayt. La mani'a sen berganni tiyushi yo'q. Va la mu'tiya lima manat. Sen tiyganni endi berushi yo'q. Bunda da Alloh taolo aytadi, nindigina rahmatni Alloh taolo o'sha ekan, bunda salomatlik bo'lsin, narsagina bo'lmasin, uzun umr etadi. Bunda bu aybirni sendan bir kimda tiya olmay, Alloh taolo narsani sendan tutqarlab qolsa, o'zina ko'ra shart ekan. Bu shiraqda onu bir kimda senga jibara olmay Alloh taoladan. Bu endi narsa beradi debizga, bu dunyoning ham oxiratning xo'jasi birdan bir Alloh taolagina, ham Alloh taolaning tilagi ol turmushga osha, ham Alloh taolaning tilagi ol bari bir turmushga osha deymiz. Hatta bütün dunyo xalqi, bütün dunyo kishilari, jinnlari bu Alloh taolaning tilagine qarshi bo'lsalar da, ol bari bir narsa Alloh taolaning tilagi ol turmushga osha deymiz. Bunda Alloh taolaning bu birdan bir xo'ja ekanligini ko'rsatadi deymiz. Birdan bir idarachi ham aning bilangina ko'ngilni beylarga kerak, ondan gina umidlanirga, ondan gina qo'rqirga, baribir kelasi bir o'siyana kela. Alloh taolo tilagani bir, Alloh taolo tilamagani bir o'siyana baribir kelmaydi. Shariatni o'tama bunda ondan turmaydi endi. Ya'ni agarda sen qo'rqasan ekan narsadandir, malay ishlasam hozir zarplatimni kesalar etadi. Var kesilmey olaydı yani. Alloh taolagina beruvchi deymiz. Alloh taolagina ol tiyushi. Shunga ko'ra kishing barda ko'ngilin Alloh taolo bilan beylarga tegish, albatta endi uning o'zina ko'ra shariat ol ko'rsatgan sabablarin kishilardan saqlanuv choralarinda Alloh subhanahu va taolo ko'rsatgan aytganda shu shariatda onday ayblar bor bit endi ol xalifadan qachon qo'rqalar, namozni masalan o'z vaqtida o'qigandan so'ng baribir jamoat bilan o'qi deb o'sha nafil bo'lar degan shunday ma'lumotlar ol bor albatta. Ham Alloh taolo ol narsa al-Aziz. Nishan Alloh taolo Alloh taolo bergan oshqan aybini, Alloh taolo osha bu aning qo'linda bit endi ular shu xazinalar, butun salomatlik, baxot etadilar. Alloh taolani kimga tilaydi shunga osha endi, kimga tilamay shunga oshmay, bu Alloh taolagina aytib Fattah oshuvchi aytik. Ham Alloh taolo ol aziz bo'lganga ko'ra deysiz. Alloh taolo ol mo'shni, qudratli, qo'ylar tika deb aytadilar endi. Aning so'zi o'ta, aning tilagi o'tuvchi bo'lganga ko'ra ol aziz bo'lganga ko'ra, izzatli bo'lganga ko'ra ol aning so'zi o'ta, aning tilagi ol turmushga oshadi. Ol bo'lar endi shunday. Ya'ni armiyani endi yaratlar yaxshiroq olmaylar, armiyada da shunday kishi bo'lar bit masalan. Ol tika aning so'zi o'ta, aning og'zini ana qarab turalar, turmada bo'lsa mo'mindigina jamiyatni olsaqda, maktabda da shulay aytadi. Ol aziz bo'lgach, aning so'zi o'ta, aning tilagi turmushga osha. Alloh taolo kishi endi ol конечно bek zo'if ekan. Kishi nindigina tika kishini olsaqda, nindigina avtoritetni kishini olsaqda aytik favorit aytadi. O zo'if, lekin Alloh taolo ol aziz, shin ma'nosida quvvatli, kuchli, shunga ko'ra aning so'zlari ol o'ta, aning tilagi ol o'ta, shunga ko'ra Alloh taolo osha aytdi ekan, osha keldi ekan, bu hech cheksiz kishiga erisha, ham bu kishiga borib erishaydi. Shu Fir'avnni bilamiz nechuk Alloh taolo Musa payg'ambarni ol taqdirdan qochib Musa payg'ambarni
Tug'un tilamadi bit endi bolalarni ko'pmi bolalarni to'ysa da o'z qo'llari bilan shul bolani tarbiyalab o'stirdi. Baribir aning halak ol o'sha Banu Isroilning qo'lidan keldi. Alloh taolani tiladi, yo'l baribir turmushga oshdi ekan. Shuluq aytik payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni o'tirga tiladilar, Qurayshlar keldilar, yillar etadilar, baribir foydasiz olma. Ham Alloh taolo endi albatta shu quvvatin, kuchun, tilagin, g'izzatin tilasa nishik qo'llanmay shaytin. Kishi bitin do'sbaydi. O sila есть, uма не надо deb aytalar, zulm qila bizda odatda kimning mumkinligidan g'izzati bormi, kuchi bor, qudrati bor etadilar. U odatda zulm qila endi. Lekin Alloh taolo ol hikmat yesa, Alloh taolo bu g'izzatin ol hikmat bilangina qo'llana. Ham Alloh taolo hikmat bilangina ol kishilarga osha o'zining rahmatidan salomatlikni, oqil, motorliq, uzun umr etadi. Ham narsanidir o'zining hikmati bilangina narsa oltiya bermaydi degandiga. Chunki bu Alloh taolaning butun sida qaytib qolgan narsasining hikmat egasi ekanligini aytgan. Ya ol murojaat tuytindi ayyuha degani o'zina ko'ra shusha ixtiborni jalb etu annas kishilar ham bo'yni ko'rsata ko'proq narsa suraning Makka surasi ekanligini, chunki ko'proq Alloh taolo Madinada chiqqan suralarda ya ayyuhallazina amanu aysiz iymon keltiruvchilar deb Alloh taolo ko'proq murojaat etayotdi. Ham agarda biz qarasak Alloh taolo aysiz kafirlar deb murojaat etmay, buzuqlar deb murojaat etmay, bitganlar deb aytadi. Ol endi kishilar deb murojaatda, kishilar bitsiz o'zkuru iska Allohsiz barig'iz degani vav ham alif. Ne'mat Allohning ne'matlarini yoki Allohning ne'matini alaykum sizga bo'lgan. Hal degani so'rov belgisi min otiz yoki ol narsa Natizdan endi Xoliq borliqqa keltiruvchi g'oyrulloh Alloh taoladan boshqa Allohdan g'oyri mana shundan g'oyrisi kerak bo'ldilar. Endi yarzuqukum rizqlandira sizni. Rizqlandiruv endi aytganik to'tatinda dedir oshog'ina bo'lsa, bunda endi oshog'ina kirmaydi. Bunda salomatlikda, bolalarda butun sida sening rizqingga kiradi. Min otis boshlab desakda ular начало shundan olib desakda ular sama ko'k bu endi yaqin ko'kka g'adatda sama deb aytiladi. Va ham al-ard jir la ilaha illahu yo'q ilah illa namagar Alloh taolagina ol ilah bo'lirga loyiqli. Fa ham shuning natijasida anna nishik ham qoida biz endi anday olganiq bunda da bor. Qoidan nishik biz aytganik buni Zakariya Maryamdan so'raydi. Anna laki hada bu qoidan bu senga bunday rizq, nishik bu senga bunday rizq bo'ldi deydilar. Tufakun bu endi yoki afaka degan so'zdan olingan burilib ketuv, borib jibaru yoki endi if degan so'zdan olingan if endi u bizning kellik o'tli bo'lgan so'z qopma qarshi bo'lgan nabarot, shivarat, navivarat bo'lgan so'zlardan. U bizning endi bittagina uchragan emna if degan so'z. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo davom etib aytdi, o'sha o'zi bilan tanishtiruvda endi butinsida yo'naltirilgan narsaga bir Alloh taolo bilan ko'nglingni baylargamna, to'ys Alloh taolagina borliqqa keltirdi bitna. Nindi put borliqqa keltirdi, son nindi izgi borliqqa keltirdi yo'q. Bir Alloh taolagina borliqqa keltirdi. Ko'klarni da, yerni da, farishtalarni da Alloh subhanahu va taolo borliqqa keltirdi. Ularni jibardi. Butun narsaga Alloh taolo qudratli, butun narsadan uning kuchidan kelar. Narsani ochsa bunda tiyushi yo'q, narsani tiysa berushi yo'q. Alloh bilangina ko'nglingni bayla. Alloh taolo izzatli, quvvatli, qudratli, hikmat egasi. Ey siz kishilar, Allohning ne'matlarini esga olinglar, sizga berilgan ne'matlarini esga olinglar. Butun sida Alloh taolaning ne'mati o'tindi. Alloh taolo mana bor so'rovindi. Bormasang demna sizni rizqlantiruvchi Allohdan boshqa ilah. To'ys rizq beruvchi ilah bormadi endi. Albatta endi Xoliq, to'ys tvorец bitinda ol aytadi, borliqqa keltirding da tashlading, ol durustdi o'sha endi. Narsandir mana nindidir agarda допустить etsak aytgan, что bor tvorец nindidir aytik, qaysi narsadandir kimlardir kistati Xoliqni narsadandir narsani yasovchi deb aytdilar, ya'ni nindi ayirmasi bor deganda fatir bilan kimlardir aytdilar, Xoliq ol narsadandir narsani yasovchi. Ya'ni Alloh taolo masalan aytik bir tomchidan borliqqa keltirdi shu uyushqon qonni. Uyushqon qondan borliqqa keltirdi chaynalgan itni. Chaynalgan itdan borliqqa keltirdi suyakni. Suyakdan borliqqa keltirdi o'sha kishini aytik. Aytadi. To'ysina bormasang Alloh taoladan g'oyri tvorец qaysi sizni rizqlandira. Даже предположить etsak-da, что
bor deb niндидер tvorец aytgaymi, ol bit endi tvorец bo'la olmaydi, ol shan haqiqiy ilah bo'la olmaydi, la ilaha illahu, ondan boshqa ilah yo'q. Ni uchun deganda, chunki ol rizqlantirmaydi. Haqiqiy ilah, haqiqiy ilah ol borliqqa da keltira, ham shulay uq rizqlandira, ya'ni ta'min eta. Ol Alloh taolo ol bizni borliqqa keltirgangina to'g'ri, ol bizga narsa salomatligini da bergan, rizqini da bergan, bolasini da bergan, butun mumkinliklarini da bergan Alloh subhanahu va taolo. Olmaysa endi shuna ko'ra narsa rizq beruvchi ko'klardan, butun rizqni ol ko'kdan bitindi aytadi. Butun rizqning sababi ol ko'k aytik. Yomg'irdan bitindi tur aytadi. Butun o'simliklar, jemishlar shundan o'sa, sigirlar o'sha o'lanni oshab semira aytik. Ham shulay yerdan da chiqaruvchi, o'stiruvchi bu bir Alloh taolo o'zigina bitindi. O'zigina bu endi shulay bir Alloh taolo bilangina ko'ngilni beylarga itara turgan oyatlardan ham shuna ko'ra Alloh taolo aytayın, ondan boshqa iloh yo'q. Bu tavhid turida сөйлей Alloh subhanahu va taoloning o'zining yolg'izligi turida сөйлей Alloh subhanahu va taolo to'g'risida u bir o'zigina mana shu g'ibodatga loyiqli turida сөйлей. Shundan so'ng da endi nechik so'z deydi, narsa dey, siz qo'yda so'ng narsa burilasiz o'sha evirdan. Afaka deb aytdik, endi ol narsa qachon sen burilib ketasan o'sha evirdan, o'sha fakun, to есть qo'ydasiz narsa burilasiz o'sha evirdan. Narsaga siz yo'nalasiz, shirkka yo'nalasizmi sen, yogaga yo'nalasizmi sen, anda ko'p endi buddizmga yo'nalasizmi aytadi. Yoki anna yufakun, nechik siz bu aybini narsa yolg'onga chiqarasiz. Nechik siz bu aybini narsa yolg'on deb aytasiz deb Alloh subhanahu va taolo shiltalab unda so'ray. Davom etib aytadi, qaraymiz. Unda endi bizning 435-bit. Unda Alloh subhanahu va taolo aytadi, va ham in agarda yukadibuka. Shundan so'ng da seni narsa yolg'onga chiqarsalar, bunda endi shonirga kerak edi. Bu ma'lumotlardan so'ng endi aytganda kishi iymonga kelirga tegishli, lekin shotki iymonga kelmasa endi shotki narsa yolg'onga chiqardi. Shonmadig'ina da to'g'rala seni yolg'onchi deb aytdi. Vau, ko'rsatayni olar ka seni fa natijada narsa qot o'zi turmushga oshgan bir harfu taqdir, qomat bo'lganda da biz aytamiz qod qomati sola kuzzibat yolg'onga chiqarildi. Rusul ilchilar min qablik senga xatli va ilalloh ham Allohga turja qayta. Biz aytamiz murojaat so'zi inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Umur ishlar, barcha ishlar birlik sondan. Amr ish bo'lsa halalahul xalq val amr. Ham shulay umur ul ishlar aytik. Agarda g'odiy jumla endi tuzsak, ol narsa turjaul umur qayta ishlar ilalloh Allohga deyrik, lekin bunda endi Alloh taolo ilalloh deganni olg'a qo'ygan, bu ko'rsata cheklovga aytgan. Ya'ni Alloh taolo aytadi, agarda endi narsada shotki senga shonmasalar, qacha shonirga kerak edi endi, shonirga kerak. Yolg'onga chiqarsalar seni. Bunda yotib ayta, sengina to'l, senga xatli ilchilarni da yolg'onga chiqardilar. Bir shulma o xatli, mana nindigina payg'ambar kelmasin, 124 ming payg'ambar bo'ldi, so'ng bir Yunus payg'ambarga endi iymon keltirdilar. Sразу to'l izначально to'l g'azab ko'rgashtingina Yunus payg'ambarning qavmigina samda, butanlar butun o'sida ular bila turib rasulning durust so'zlovchi ekanligini, mo'jizalarning haq ekanligini bila turib Alloh taolaga ishonamiz degan ustuna baribir narsa o'sha payg'ambarlarni qabul etmadilar. Shunda sening qavming da bundan narsa iskarma tugul. Shuna ko'ra u hali bir shulma. Shuna butun ishlarda bir Allohga g'ana qayta. Alloh taolagina qayta, Alloh taolagina hukm qiluvchi butun shunda Alloh taolaning narsasi kerak. Rozilig'ini umtilirga kerak. Ya aytdik endi murojaat ayyuha ixtibarni jalb etu annas kishilar. Inna natijundan endi shekilli va'dalloh, Allohning va'dasi haq. Fa ham shuning natijasida la tiyu, laning endi biz ikki ma'nosini olamiz. Birsi endi inkor etu bo'lsa, birsi tiyu, ishlama, borma, yozma, tag'urrannakum, aldamasin sizni, g'ururlantirmasin sizni. Al-hayat, turmush, hayvon degan so'zlar bizning shundan olgan hayyun, tiriklik, dunyo turmushi, dunyo degan so'zni dunu, tuban yoki yaqin degan so'zdan olgan. Va ala ham shulay yag'urrannakum sizni biruk aldalamasin, g'ururlantirmasin. Alloh haqida narsa al-g'urur, aldovchi, g'ururlantiruvchi. Mana
Unda endi söylandi bit endi narsa turunda boshda söylendildi endi Alloh taolaning bir ilohligi haqında la ilaha illa hu, то есть Alloh taolaning tavhid turunda söylendildi. Bir Alloh taolo turunda söylendildi va şey umuman aytganda Alloh taolo turunda söylengandan so'ng ondan so'ng ish ketdi, so'z ketdi bunda endi. Butun Qur'onda da shulay, то есть Faxriddin al-Razi shoiri boshda Alloh taolo turunda söylenilsa, tavhid turunda söylenilsa, ondan so'ng söyleniladi mana shu elchilar turunda söyleniladi, то что elchilarga iymon keltiruv ham uchinchisi endi oldi bo'lsa narsa oxirat turida siz bora. Unda da Alloh taolo aytadi, ey siz kishilar, Allohning va'dasi haq. Ana endi Alloh taolaning va'dasi. То что oxirat bo'la, hisob bo'la, kim dinda tutmagan endi jahannam bo'la, kim ishongan dinda bo'lgan anga endi narsa jannat bo'la. Шуңа Аллаһ тарамында вәгъдәсе турында сөйли, кыямат көне турында сөйли. Бу менә шу 3 пункт инде ул. То есть башта Аллаһ турында сөйләнелә, тәүхид турында, аннан соң расуллар турында сөйләнелә, илчеләр турында, аннан соң менә шу ахиратка ышану. Һәм Аллаһ Тәгалә әйтә, нәрсә сезне менә шу дөнья тормышы ул алдамасын. Горурландыру инде ул кешене алдалау менә теге кеше уяу булган халәттә, то есть күзенә карап, күтенә тию, то есть менә кеше уяу халәттә аны алдалыйлар. Теге булмаган әйбернең, теге булмаган ценность биреп, мәгънәсез булган әйберне, мәгънәле дигән булып, мәгънәле әйберне, мәгънәсез дигән булып, теге кешене аңлаган горурландырып җибәрә. Булдыра алмаган әйбергә син булдырасың дип, теге кеше китә шунда, теге мин булдырам дип. Ул булдыра алмый ди, аның мөмкинлеге дә юк ди, аннан килми ди. Һәм монда нәрсә кемнән сезне горурландырмасын? Монда инде менә мәсәлән әйтелгән нәрсә дип Аллаһ хакында сезне Аллаһ Тәгаләдән горурландырмасын, горурландыручы. Монда инде дөнья тормышы бит инде ул нәрсә белән алдалый инде. То что ул безне бөтенебезне дә алдалый бит инде. Нәрсә дип, то что син монда мәңгә каласың, бу мөһим дөнья мәсьәләсенә килгәндә без бит инде аз йөз эштән чыгып беткәнче эшлисең, ну канәгать, чөнки нәтиҗәсе бар. Ул ләззәтле бит инде шулай инде, нәтиҗәсен күрү үзе бер ләззәт. Ул сезне алдалый. Biz bit endi muhim булырга тиешебезнең нәрсә? Ахират беренче урында булырга тиеш. Без бит инде әйтәбез нәрсә дип, без ахиратка ышанучылардан, шуңа күрә без ахиратны үстен куярга тиеш, ләкин дөнья безнең нәрсә барыбызны да шуша алдалый. Хотя без көн саен күрәбез, фулан кеше үлгән, теге кеше үлгән, кемне искә алсаң шул уже үлгән. Һәм нәрсә нык алдалый инде, дөнья тормышы нык алдалый кешене. Һәм бу үтә безнең нәтиҗә сахабалардан әгәр дә без карасак, Тәүбә сүрәсендә ничек килә, то есть то что Бадр сугышында ничек алар Анфал сүрәсе белән ничек башлана, ул башлана бит нәрсә белән шушы алар соннан сорыйлар нәрсә турында, Анфал трофей турында инде и так далее. То есть Аллаһ Тәгалә дәрес бирә. Аннан Ухуд сугышында опять тагын алданалар бит инде, тагын шуның аркасында, дөнья аркасында поражение килә бит инде. Шуңа да Аллаһ Тәгалә әйтә: "Минкум май юриду дөнья". Сезнең арагызда бар шундыйлары, кайсылары тели дөнья, кайсылары бар шундыйлары, кайсылары ахират тели. Сахабалар әйтә, миндә уламан да сахабалар арасында шундыйлары бар дип. Шуңа аларны алдаган инде безне нык алдалый. Һәм нәрсә сезне Аллаһ хакында алдаламасын. Кем горурландыручы, то есть бу алдаучы кем инде бу? Бу инде беренче чиратта шайтан, икенче чиратта әйтәбез. Бу аңскында телевизор әйтәген, телефон беренче чиратта инде. Даже әйтик. То есть шайтаннан соң. Ул безне алдалый, Аллаһ Тәгалә хакында инде. Аллаһ Тәгалә без бит менә үзең уйлап караң син. Без бит инде акыллы кешеләр, без просто так бер нәрсәне дә эшләмибез. Но Аллаһ Тәгалә син просто так барлыкка китермәде дибез. Аллаһ Тәгалә ул бер нәрсәне дә булай гына эшләми. Аллаһ Тәгалә ул барлыкка китерде хикмәт белән. Аллаһ Тәгалә ул кешеләрне барлыкка китерде, теләсәнчә яшәгез димәде бит инде. Ул максат белән барлыкка китерде, сынау максаты белән һәм булачак җәза дибез, булачак хисап, булачак әйтәген. Инде анаты үзеннән әйтә шайтан ләкум сезгә. Монда инде менә шайтан горурландыручы ул шайтан дисәк, шайтан ул ләкум сезгә гаду, душман. Фәһәм шуңа күрә иттахидуху, тотыгыз, алыгыз сез аны, сез дигән инде ху, тәвау, ху дигән аны, кемне инде шайтанны, гадуан, душман иттереп. Иннама ул инде анаты үзеннән дә һәм шулай ук шикли, шуша аннан соң килгән ни җөмләләрне, мәгънәләрне ядгу, шакыра ул, дуга кыла, хизбаху. Хизбуллах, Хазбулатовлар ул нәрсә партия әйтгәндә, то есть үзе бер төрле карашта булган кешеләр, бер фикер белән яшәүче кешеләр, бәлки алар төрле җирдә яшиләрдер, төрле җирдәдер алар, ләкин аларның максатлары бер. Лиякуну, что булдылар алар, что бу дигәне инде ул менә були. Алар дигәне ул һәм алиф, мин
Ot is ashab as-sagir. Ot yandırı bitini saggara deb aytalar. Jahannamni yandırı. Yusaggar jahannamna ile vaqtında yandırılar bitinde. Şulay soğuşni yandırıp jörnün. Ashab ol iyelerden. Yani ot iyeleri. Ashab deb atalar. Sahib garayflar постоянно otda bolsa bilen. Mana iptaş bolar iten sen bilen. Oturup gittin avtobusga biro bilen. Ilik bar iten şunday bir. Gel birgeyin. Yani o vaqtda aytam menda nasa shayton o sizga dushman. Endi shayton tunda silangan bo'lsa aytdik. Shayton o sizga dushman hamsiz, ana Alloh'uz dushman ettirib. Biz ana endi birinchi ko'rmaymiz endi oshiq dushmandan endi saqlanib bo'la. Unda endi yashirin dushmandan biz Allohga sığınırga tiyish birinchi sharatda. Auzu billahi minash shaytonir rojim derga tiyish. Ikkinchidan biz bilamiz endi ol husutlanadi endi. Ol ko'ralmay adam bolalarni chunki ol o'ylaydi. Aның аркасында шушы ул җәннәттән куылды. Адам аркасында шуңа күрә аларның балаларын да яратмый дигән. Синең әгәр дә булган булса шундай. Яшь чакта ниндидер душманың әйтик. Синең балаларын да күрәсең килмәй икән, хәтта балалар сиңа бер зарада салмады. Аллаһ Тәгалә инде алдан әйтә, нәрсә сезгә душман итеп аласыз. То есть душман итеп алгач нәрсә дигән сүз? Душман Mesela düşmanın bir söz etse mesela. Düşman söylüyor sana. Senin yaratmagan düşmanın o sana ayta. Eyda otur. Eyda işle bula. Eyda tüyle. Sen nasıl şeysen? Avtomatik kirilenesin. Niçin dende? Çünkü o düşman bitiyor. Şöyle düşmanın sana bir de cümleyi bir tileme bitiyor. Bunda da Allah Teala aldan ayta nasıl? O sizge düşman. Kaf surasında da siz ana Allah ismini anı hamzuriyet ahvanın bağların Allah orundan nasıl? Avliye Валидтер баласы, алар сезгә душман дип әйтә. То есть душман ул сиңа душман булгач инде ул сиңа бер җүннәйдә әмр итмәй. Бер җүннәйдә васваса кылмый. Һәм душман буларак син аңа нәрсә противоречить итәргә кирәк. Душманлык булырга тиеш. Син аны кайчан җиңәсең? Кайчан син противоречить итәсең, картма каршысын эшлисең, чапырыш, киресен эшлисең, шулай икән. Ул сиңа әйтә, моны эшләргә син юк эшләмисең. Чөнки син беләсең, ул бит душман, ул да нәрсә İptaşların çakıra o takılları bulurga. Bu ala agar da o özünün iptaşların storonnikların çakıra iken o takılları bulurga. To düşmanların näsege çakırasın. Düşmanların tim bole o otqa çakıra şöйкен. O bir özügene bulas kelmey jahannamda şoňa görä agar da o özünün dostlарын qaysylaryna tordan tora ibadat kılalar, satanistlar neler bulunskunda motnotin. Olarni o takıllı bulurga çakırsayn. To düşmanları bulganda musulmanlarni iman kitirişlerine tim bole şoňa çakıra şöйкен. Аннан да хужа ибергә чакыра. Ул сиңа бер җүнне ибердә, бер җүнне нәсихәттә кылмый. Шуңа күрә ул сиңа буш вакытың килеп чыгу белән сразу килеп җитә икән. Менә булай телефон сыпыр иң беренче чиратта шулай икән. Без әгәр дә телефонга менә буш просто телефон сыпыруга биргән вакытыбызны Кур'ан сыпыруга багышласак, субханалла, күпме файда алыр идек. Шунда туктап торабыз. Саллаллаху аля набийина Мухаммад ва алхамдулиллахи раббил аламин.